Assalomu alaykum. Bugun yozni jazirama kunlardan biri hisoblanadi. 2006-yil 16-iyul. Sizlarga ozroqni tabiat nishonasi ko'rsatib, sizlarda ko'ngillaringni ozroq yumshatmoqchiman. Allohning mo'jizasi. O'zbekistonda jazirama issiq, bizlarda salqin, shabada esib turibdi. Hamma joy ham yashil. Bizlarda 10-15 daraja issiq. Bugun quyoshli kun. Sizlarga bir narsani ko'rsataman. Shundan ko'rib bahramand olasizlar. Men hozir Polsha shahrini Belastok shaharchasidaman. Bizda hozir mevalar g'arq pishgan vaqti. Mana bu gilos. Bizlarda ancha bo'lgan gilos tugab ketishga. Bu yerda lekin giloslar endi pishib, hosilni yig'ib oladigan vaqti, kompot, murabbo yapayotgan davrlarda ko'rib bahramand olasizlar. Giloslar pishib, meni yeng deb turgan joyidan mana shunaqasiga hamma joyda daraxtlar yam-yashil, meva hosili juda ko'p. Ko'rib turibsizlar, yaqinlashtirib ko'rsatyapman. Bu bizlarda ancha ob-havo farqi bor. Ko'ryapsiz, narki giloslarni ham ko'rsataman hozir. Atrof yam-yashil. Ko'rsangiz juda havas qilarli holat. Xohlasangiz murabbo qiling, xohlasangiz kompot. Atrof go'zal.